Benim güzel hayatım. Bugün etiyende demiliş boğaçqa ayal ballarım, nəvrilerim şehir merkezine oyunu barmız dedi. Benim uberan degende men tamak toşuş hizmetini başlay, sizler oynap gelingler. Dep bularni poyuz istanıqçı apırıp koydum. Şunun bilen bar oyununu siz oynan dədinizni men tatay diyeş bulan uzutup koydum. Küçük kızım bunun diyen gep ata deydi. Şunun bilen onu çıraylık düşendirip sizler az oyunsanlar men pulunu taz tapsam onun için cık manilan tapsam sizler pek oyunu versanlar ben pek hoş olsam şu məni silsem hep mustaz oynaylı pulunu manga transfer firin ata ha dep diyen şunak dedi. Mağul dep ulan yolu sevettim. Bugün Victoria Day, yani bu Kanada'nın bayramı. Lişemi bozumu demeliş. Şunun bilen tamak toş app'ni açtım. Açkan iken köp jaylar demeliş. Şundak bozumu içip koydum. Odur kip kalsa kıp koysam dep. Bu jireyanda köpligen dostlardan telefon kep geldi. Çünkü ben yaş kız oğullarının Toronto'daki piknik faaliyetini başlayan idim. Mesleğini başlap 2 haftadan keyin haqiqiy qilishni o'rlashtirdim. Toplarga xabar qilgandim. Ayrım hanımga 30-40 kız yigitlarniki xabarlar geldi. Şunda hoş buldum. Çünkü ben 5 yılın aldıda bir qilgan. Şunchalik yaxshi inkaslab bo'lgan. Bu yaş kız oğullarımız usullarını şundaq oynagan, tepişmaqlarını oynadık. Alamet isil bo'lgan. Elbette hem öyle qo'shilmiz. Çünkü bizden Uygur yaş kız oğullarına ait köp. Ularning kelgisini o'ylaymiz, kelgisinin avlodlarini o'ylaymiz. Atalarning g'ami, beshi, qetishliq. Çünkü Uygur bilen Uygur to'y qilsa degan g'amda. Şularni o'ylagash, o'dir kutgash tamoqniki qilib tursam o'dirlar kelishga boshladi. Mana Xudoyim, yaxshi ishim boshlasam yaxshi ishlar keladigan, pulim o'zligidan keladigan deganlarni o'ylagash tamoq to'shni boshladim. Tamoq to'shyapman. Birinchi qatim tamoqim. Shunchalik o'zim ansirgan ish bo'ldi. Ansirgan ishlar bo'ladi. Har qanday ishni men davomli deydiganim shu. Har qanday ishni yaxshi ishni o'ylasak yaxshi keldi, qo'rqsak qo'rqur ishlar bo'ldi degandek. Men mashinaniki yönelişim yok adam. Şunlaşqa asan ezip qalaman demakchi. Adresga qaradim. Tamoqni ilib bo'lib, adresga qaragandan keyin adresda menga kelgan o binanın ismi 23'te 35. Şunun bilen 25'te 35 degan binanın oldiga keldim. Çoxum yenida bo'lish kerak deb o'ylab mashinamni to'xtatib etrafıma aylandım. Aylansam yok. Başka yerler ketib qoldim. Tamoqni ko'targach. Şunun bilen bu qanday oshib ketdi deb şu binaga kirmay yenidagi binaga kiribdi men. Mening xatoligim balkim. Yenidagi binaga kirib bir so'rab baqaychi deb, albatta yenidagi bina bo'lishi mumkin deb o'ylab kirdim. Kirsam security o'tagan qartalik odamdan so'rab, men tamoq to'shig'uchi mushundaq 23'te 35 degan binani izlayapman. Mush bina shumi desam, bu yandagi bina shu deydi. Yandagi bina 25'te 35 ekan. Menga kelgani 23'te 35 deb menga kelgan son siperlarni ko'rsatdim. Ko'rsatsam bu 23'te 35 bilan 25 bilan 35 birlashib ketgan bina bu deb kulib ketdi. Xudoyim, bu nima jahon bo'lib ketdi. Shunchalik yarim soat izladim desam bo'ladi, mashina qo'yib qo'yib.
Yarım saatten köpürek kodayma. Talabını kettim. Şunda hava ısıktı. Şunun bilen boptular dep binanın aldığı gelsem bir Hindistanlık yaşlıga çıktı. Tamamı soğup kağaydı. Bu 25'te 35 bu bina desem dedi. Bana 23'te 35 dep geldi o desem boynunu lıngıştı. Külüp. Özüne bilse Hindistanlı aşnak. Şunun bilen boldu tamamımızga çıkıp kaldı desem çataq yok dep kirip ketdi. Şu arlıkta pulning mərisi bağışqa keni-kenidin kildi de. Kelgenden keyin bir odur geldi. Unumu aldım. Unum tamaqni boğandan keyin tamaq toşuydigan adresi yok. Bu qanday olib ketdi deb o'ylab, bu men burun mu 3-4 ay qilib baqqan. Şoňlaşyk tezribem azraq ba. Şunun bilen bunu qanday qilaman deb ondan keyin mushu Uber etniki yordam qiladigan telefoni bor. Telefon qildim. Torontodagilar o'qidi. Bu yerda telefon 2 soat, 3 soat, hatta bir kun elinmaydigan joy. Oson elinmaydi demoqchi. Şunun bilen ta'limga telefon yarım saatlardan keyin elinib qoldi. Şunun bilen dedim, shundaq menga order keldi, tamaqni aldım, 30 necha dollarlik tamaq ekan. Bunu qanday qilmayman, adresini avatmadinglar desem, va shundaqmi men boshqa bir yer ulab beray deb yana bir telefonni ulayman deb qo'yib ketdi. Saqildim, yana bir soat o'tib ketdi. Şunun bilen qo'yamini vaqtim qisqa deblam, o'chiriblam. Bu tamaqni shu og'an restoraniga olib berdim. Olib bersem restorandagilar "Oyun bo'ldi" dedi. Mushnaq ish bo'ldi desem, bu qanday qiyish, bu qiziqishgan dedi. Men bilmayman dedi. Xayr xo'sh deb ketib qoldim. Bu jarayonda nəhayət ko'p telefonlar kelib ketdi. Chunki men boshlayman degan bu qiz yigitlar piknikda alamet isil qeyrindoshlar yordamga otlangan edi. Shunchalik xo'sh bo'ldim. Bir qeyrindoshim telefon qilib, "Men bu burundan tatib o'ylab kelayotgan Mamatjon, bak yaxshi plan qildingiz, ammo mening aldirashchiligimda esimdan ko'tarilib qopti. Sizniki topdagi xabarlaringizni anglab shunda xo'sh bo'ldim" dedi. Shuning bilan jarayonlarni dedim. So'zlagandan keyin bo'ladi, "Mama chataq yo'q, qarab turmayman, ammo men bu kila qatim qilishga tirishman" dedi. Shuning bilan kallam boshqa lechilishga boshladi. Albatta bu faoliyatni men bir qatim 5 yilning oldida xotelda qilgan vaqtimda shunchalik yaxshi bo'lgandan keyin ota-onalar davomli uchirsa mendan so'raydi. "Mamatjon, qachon qilasiz? Bolalar bek qo'shal o'ynabdi-ku. Bu siz tezroq qilsangiz bo'pti-kan. Yo'qolib ketdingiz-ku" degandek gaplarni ko'p anglayman. Albatta mijozim yo'qligini bildiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Shunga bir kuni qilib qolaman dedim. Shu jarayonda u do'stim bilan paran qilishib telefonda, u do'stim kishilarga oyni oladigan bo'ldi. Uning ustiga osimi butunlay bekorlik qiladigan bo'ldi. Shunchalik xo'sh bo'ldim, yayrab ketdim. Shuning bilan bizning Toronto atrofida Uyg'ur restoranlari nihoyat ko'p. Uyg'ur restoranlari bilan paqqay deb aloqa qilsam, ularmi shunchalik meni support qildi. "Chataq yo'q, sal ish qiladigan bo'lsang biz tayyor" dedi. Bek xo'sh bo'ldim. Hatta mishada cho'ng shirkatlarning xo'jayinlari bor. Ularmi ko'ngildagini ataydigan bo'ldi. Shuning bilan shunda qo'shal holda 3 soat, 4 soat atrofida tamoq to'shibdiman. Haqiqatan bugün bayram boshqa ko'p restoranlar taqaq, chunki Torontoda demilish kunlari asosan ko'p yerlarni taqaydi. Hayotdan bahlanayli deb o'zlari sirtlarga chiqib o'ynaydi. Shundoq bo'lsa-mu 40 dollar atrofida men amaliyotda 40 dollar nihoyat cho'ng pul men uchun. Shuning bilan naqshamni etib o'zimni demilish qilsa qo'yib tanaffusga chiqib deydi. To'g'ri, tanaffusga chiqib o'ltagandan keyin
ayol balalarım telefon qilibdi. Biz uyga qarab mangdiq deb. Buldu məsələn saxlayman dedim. Şunun bilan bular keldi. Qahvaxonaga kirib, bularning qo'saqlari ichib beribdi. Tamaq yegan sordum. Qandaqkan? Sen bormaganingiz nihoyat yaxshi bo'pti. Odam deya shunchalik ko'p. Uning qimmatchiligi 4 o'ylan ayskrim aldık. Ayskrimniki 4 o'ylanga $30 aldık degende hayron qoldim. Bundaq bayramlarda undaq joylarni qo'ldan bermaydi. Bu joydagi har xil davlatga sudgalar. Shuning bilan bular bilan tamoqlarni yeyishdik, uydagilar bilan mungdishib, bilan aram olgandan keyin uyga qarab mangdiq. Shu jarayonlarda men do'stlarimni seg'inib, demilish vaqtlarda bo'libmi, bekor bo'lgan vaqtlarda do'stlarimni bak seg'inaman. O'zimizniki uyning atrofidagi qahvaxonaga bordim. Barsam, u joyda degandek isil og'aylarimiz qart o'ynab o'ltiribdi. Shuning bilan ular bilan qarsam bir tunmaydigan bir qarindoshimiz turdi. Salomlashdim, ammo u do'stim meni tunib oldi. "Voy, sen Mehmetcanmi?" dedi. "Voy, sen Yalqinmi?" Shuning bilan 93-yilga ketdik. 92-yillar biz Shanxayda ko'rishgan. Juro sirtqa chiqib parang qilishili deb, parang qilishib, mungdishib, ko'ni do'stlar uchrashsa qandaq bo'lganini hammalar bilamiz. Hammadan parang qilishdik, oilamizni tutdik, turmushimizni tutdik, beshimizni o'tgan issiq so'g'oqlarni deyishdik. Gaplar tugimidi. Qart o'ynayotgan qarindoshlar sirtqa chiqib birdamdan keyin qo'shishib ketdi. Yana biz qoldik. Parang qilishdik. Anandan keyin yana bir cho'ng akamiz batdi. Üçeyler shunday yaxshi mungdishib, üçeyler shu kechda qahvaxonamni taqaydi 12da. Sirtda havo yaxshi boshqa mungdishib uylarga qaytdik. Uyga qaytib, yana elchisi demirish boshqa uyqum qochdi. Do'stlarni seg'ingach, YouTube yasadim. Mening demilish vaqtim nihoyat go'zal o'tdi. Demilishning 1 minut sekundini qo'ldan bermayman. Hatto ishlagan vaqtlarimda fursatni ching tutib, o'zimning inglizimni o'stiraychi deb, menga parang qilganlarga, gap qilganlarga, chaqchaq qilish, parang qilib o'zimning inglizimni sinayman. Do'stim, siz demilish kunlarini ishlan qilasiz. Hammalar demilish kuni qachon kelar deb o'ylab ketamiz-ku. Albatta demilish kunda bolalarga beramiz, oilaga beramiz vaqtimizni. Shu eng yaxshi usullardan birisi deb o'ylayman. Chunki atrofimizda do'stlar oz. Shunga mening deydiganim Uyg'ur mahallasi bo'lsa, Uyg'urlar bil o'ltasa, nima degan yaxshi. Chet elchilikda nihoyat g'amkin yashaymiz. Bu g'amkinlikni tugatadigan kim? Yana shu Uyg'ur qarindoshlarimiz. Bizning binoda 7-8 Uyg'ur oilik bor. Udulimizdagi binoda 2 oilik bor. Undan keyin bizning uyning oqida highwayning yan bir tarafida yana 5-6 oilik bor Uyg'urlar. Shunlashqa ko'nglim shundoq to'q. Chunki Uyg'urlar yetlar olsa birga yetlishimiz. Bay degandek erlar sirtlarga chiqib qahvaxonalarda qart o'ynaymiz, mungdishimiz, o'zaro xabar berishimiz. Nima degan esil ishlar. Yanalam Uyg'urning quyoshi. Uyg'urga asqatidi. Bu jihatlarni gap qilsam, bak to'la. Oddiy misol qilsam, biz Uyg'urlar to'y-to'kin yig'ilishlar bo'lganda shundoq chiroyli ko'rishib, mungdishimiz. Sirtqa chiqib xo'shlashgan chog'da bir-birimizdan qiymagan holda, hatto 2 soat lab turib parang qilishib ketamiz. Bu umumyuzlikkan,
Çünkü Yapon'da mı biz şundaq edik. Yapon'da ben Uyghur məhəlləsində yaşadım. Başta 4 yıl Tokyo'nun merkezinde durup hayalim kelgendeki Uyghur məhəlləsiga bargandan keyin nima uchun baldur kelmagandime deb pushaymonlanib qilib ketgandim. O vaqtda bizning u mahallada Yapondagi Saitama degan mahallada bola chaqalarni qo'shgan chaqda 100 oshatdi. Shunchalik esil yashatdik. Hozirgacha esishimiz. Demakchi Uyg'ur mahallasi qurilsa chet ellarda, har bir davlatlarning har bir shaharlarida. Ba'zilar deydi ekan, xizmat munosabati bilan yiroqqa ketadi ekanmiz deb. Albatta, bayni sebep xizmat muhim. Bayni sebep gösterilsek yanchig'imizda. Chunki hem böyle aldıraş. Kimning ağzı qarsak aldıraş. Ba'zilar nimaga aldıraş bo'lganligini bilmay qoladi. Do'stim, aldıraşchilikda o'lab ketimiz. Bir qatim keladi bu hayot. Hamma o'ylab bularni bilimiz. Bilib turib qilolmayotimiz. Qipaqachu deb bir qadam bossangiz cho'qim qila olasiz. Balalar uchun bo'lsa-mu Uyg'ur mahallasi qurib Uyg'ur mahallasiga yig'layli. Chunki bizning og'zimizda birinchilab chiqadigani balalar uchun chiqdi, chet elga deymiz. Shuna Uyg'ur mahallasi desam bak cho'ng o'ylayapmanlar. 2 oylik, en az deganda 3 oylik bo'lsin, 4-5 oylik bo'lsin, bir binolarda yaqin o'rtasa, albatta uy olganlarmi bor, uy olmaganlarmi bor. Bugün bir yerde Victoria'da yoğun çıkıp durarlar takak ki hamlekene yolumuz yok. Şuna ballarını ölsanlar Uyghur mahallasi kurup yaşçılar ümit kılıman. Ben bunun bacısını bek koygan. Rahmat şunun bilen şu xiyallar bilen uyguga ketdim. Hammalarning bugün hayırlı olsun.